O'zbekiston 2030 strategiyasini atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida amalga oshirilishda asosiy e'tibor tabiiy resurslarni tejash va ulardan oqilona foydalanish, ekologik barqarorlikni ta'minlashga, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy qilish, qayta tiklanuvchi energiya ulushini oshirish, shu jumladan davlat xususiy sheriklik asosida yirik yashil energiya stansiyalarini barpo etish, hududlarda kichik va mikro gidroelektr stansiyalari tarmog'ini kengaytirish, aholi xonadonlarida quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirishga qaratilgan bo'lib, bu boradagi ishlar viloyatimizda ham tobora ommalashib bormoqda. Yil dasturi doirasida joriy yilning 1-sentyabridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini yashil tadbirkor sifatida e'tirof etish yuzasidan platforma yaratiladi. Ko'kalamzorlashtirish, jumladan korxonani yashil belbog' bilan o'rash, sug'orish tizimlarini o'rnatish, tomchilatish, yomg'irlatish va qopli sug'orish tizimini joriy qilgan, energiya tejamkorligini ta'minlagan tadbirkor yashil tadbirkor maqomini oladi. Aholi va tadbirkorlik subyektlari tomonidan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan keng foydalanishni rag'batlantirish maqsadida 2025-yil 1-apreldan boshlab chiqindilar utilizatsiyasi hisobiga hamda shamol va quyosh manbalaridan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi uchun yashil tariflar joriy etiladi. Bu jarayonlar Qiziltepa tumanida ham bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan elektr energiyasini ishlab chiqaruvchilar bilan ishlash bo'yicha soha xodimlari ayni vaqtda aholi xonadonlarida bo'lib, kichik hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish tartibi va uning afzalliklari haqida muntazam targ'ibot ishlarini kuchaytirgan. Quyosh panellari bu aholi xonadonlariga yo tadbirkorlik subyektlariga o'rnatilgandan keyin o'zini elektr energiyaga bo'lgan ehtiyojini, talabini qondiradi. Keyin aholi xonadonlari iste'moldan orttirilgan elektr energiyasini ortiqchasini subsidiya asosida davlatga 1000 so'mdan sotishlari mumkin. Ham o'z iste'mollarini qoplaydi, iste'moldan tashqari daromad sifatida ham foydalanishlari mumkin. Qiziltepa tumanimizda jami 5,6 megawatt quyosh panellari o'rnatilgan. Ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralariga 2,1 megawatt o'rnatilgan. Tadbirkorlik bino inshootlariga 1,5 megawatt, aholi xonadonlariga esa 1,9 megawatt quyosh panellari o'rnatilgan. Joriy 2025-yil yashil iqtisodiyot yili bo'lganligi sababli Qiziltepa tumanimizda ham quyosh panellari o'rnatilishi jadal sur'atlarda davom etmoqda. Aholi xonadonlarida quyosh panellari o'rnatilibdi. O'sha tadbirkorlik subyektlari quyosh panellari o'rnatmoqda. 2025-yilda o'sha quyosh panellari o'rnatilishi, o'sha manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tumanimizda 5 megawatt quyosh panellari o'rnatilishi rejalashtirilgan. Tumanimizda aholiga o'sha quyosh paneliga qiziqishi yaxshi. Mana hamma hozir o'z xohishi bilan 5 kilowatt, 10 kilowatt, 20 kilowattgacha quyosh panellari qo'ymoqda. Quyosh panellarining afzalligi o'sha har bitta xonadon quyosh panellari orqali o'zini ehtiyoji uchun bo'lgan elektr energiyani iste'mol qiladi va undan ortiqchasini har bir kilovattini 1000 so'mdan sotmoqda hozirgi kunda. Aholi o'rtasida, tadbirkorlar o'rtasida targ'ibot ishlari amalga oshirilmoqda. O'sha aholi yo o'sha tadbirkorlarga shu quyosh panellarining afzalliklari, ortiqcha chiqarganini qanday hisob-kitob qilishi hammasi tushuntirilyapti. Bungacha tumanda qariyb 6 megawattlik quyosh panellari o'rnatilgan. 132 nafar iste'molchiga o'z iste'molidan orttirgan tarmoqqa uzatilgan 24,5 ming kilovatt-soat subsidiya ajratish uchun soliq qo'mitasiga yuborilgan. Ta'kidlash joizki, aholining quyoshdan olingan va foydalanishda o'z ehtiyojidan orttirib, davlatga sotadigan elektr energiyasi uchun imtiyozlar belgilangan. Qayta tiklanuvchi elektr energiyani o'rnatish maqsadida 2023-yil 16-fevralda 57-sonli prezident qarori chiqqan. Shunga asosan jismoniy shaxslar tomonidan elektr energiyani 1 kilovattdan 100 kilovattgacha o'rnatsa, 3 yil muddatda hamda kamida 25 kilovattdan kam bo'lmagan elektr energiya quyosh panelidan foydalansa, yer solig'idan 375 ming so'm, ya'ni eng kam oylik shaxsining bir baravari, mol mulk solig'idan 750 ming so'm imtiyoz beriladi. Bundan tashqari quyosh panelidan foydalangan har bir jismoniy shaxs fuqarolar o'zidan foydalangandan keyin orttirgan elektr energiyasini
kilovatiga 1000 so'mdan davlat tomonidan subsidiya ajratiladi. Bundan tashqari o'sha ajratilgan har kilovatiga berilgan subsidiyani soliq mobil uz ilovasidan har oyning 25-sanasiga plastik kartalarga tashlab beriladi. Tumanda aholi xonadonlarida kichik hajmdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish va bu orqali tejamkorlikka va energiya samaradorligiga erishishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan tumandagi Mustaqillik mahallasida joriy yilning yakuniga qadar barcha xonadonlarda quyosh panellari va suv isitish qurilmalarini o'rnatish rejalashtirilgan. Aholi xonadonlariga kichik quvvatli quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish bo'yicha quyoshli xonadon dasturi amalga oshirilmoqda. Mahallalarda aholi ham birin-ketin muqobil energiya manbalaridan foydalanishga o'tmoqda. Bu o'z navbatida xonadonlarga nafaqat energiyani tejash, balki moliyaviy jihatdan ham iqtisod qilishga imkon bermoqda. Ta'kidlash joiz, quyosh panellari orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda atrof muhitga hech qanday zararli gazlar chiqmaydi. Eng asosiysi, quyosh panellari o'rnatilgan paytdan boshlab daromad olib kela boshlaydi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismiga hamda bo'sh yer maydonlariga o'rnatilgani uchun ishlash jarayonida hech qanday shovqin bo'lmaydi. Qayta tiklanuvchi zamonaviy vosita uzluksiz elektr energiyasi bilan ta'minlash imkonini beradi. O'tgan yil 24-yil o'rnatuvdim 10 kilovat. Chorva fermer xo'jaligi o'sha molxonaga. Shuni effektini ko'rib uyga ham qo'ldim. Endi xudo xolasa mana bahor kelyapti, bu yoq yaxshi bo'lib ketadi. Yaxshi ishlasa, yaxshi daromad topaveramiz. Uyimizga yaqinga ertaga 1 oy bo'lib qoladi. Erta indinga 1 oy bo'lib qoladi. O'rnatganimga keyin 50 kilovat o'rnatdim. Umid qilaman ishlarimiz yaxshi bo'lib ketadi emas. Qo'ni-qo'shnilar ham so'rayapti, ular ham o'rnatmoqchi. Mana bu hamsoyamiz bu yerda o'rnatgan, u ham. Quyi tomonga ham bor, ular ham o'rnatib, 2 kilovatdan o'rnatib boryapti-da endi. Kelajakka endi ko'paytirmoqchiman-da maqsad. Chunki foydasi bor. Elektr energiya ekonomiyalari, uyga masalan, erta yozga jazirama issiq bilasizlar, hamma joy. Iste'mol ko'payadi. Buni o'rnatishdan yashil iqtisodiyotni tiklash, shu o'rnatish maqsad inson manfaatlarini qadr-qimmatini oshirish. Kilovati 1000 so'm. Davlat to'lab beradi masalan. O'rnatsin uyiga. Hammaga taklif qilaman o'rnatishda, o'rnatsin. Qulayligi bor. Elektr energiyaga pul to'lamaydi, soliqqa pul to'lamaydi, ozod bo'ladi hammasidan. Xo'sh, yana kissasiga daromad. Tekin to'k demoqchiman-da qisqasi. Tumandagi Milliy shirinliklar ishlab chiqarish korxonasi 70 turdagi mahsulotlarni tayyorlab ichki bozoriga olib chiqadi. Bu yerda 30 nafar fuqarolarning bandligi ta'minlangan. Katta hajmda faoliyat olib borayotgan korxonaga elektr quvvati muntazam kerak bo'lib, yuqori quvvatda faoliyat ko'rsatar edi. Tadbirkor o'tgan yili 80 kilovatli quyosh paneli o'rnatgach, unda elektr energiyasini tejash imkoniyati paydo bo'ldi. Vangoza MCJ korxonamiz tomonidan quyosh panellari o'rnatdik o'tgan yili 80 kilovat. Hozir o'z bizni iste'molimizni 50% ni qoplayapti. Yozgi mavsumda bundan 60-70% gacha iste'molimizni to'liq qoplab beryapti. Quyosh paneli o'rnatishimizdan maqsadimiz iqtisod qilish birinchi navbatda. Hozir hammamiz bilamiz, respublikamiz miqyosida energetik xavfsizlik masalalari juda ham jiddiy qaralyapti. Shu maqsadda quyosh paneli o'rnatdik. Bu birinchidan o'zimizga iqtisod. Agar har oylik to'lovimizni aytadigan bo'lsak, 20 million so'mgacha to'lov qilardik ishlatgan elektr energiyamiz uchun. Bugungi kunga kelib 9 million, 10 million, ya'ni 50% iste'molimizni qoplab beryapti. Hozir ko'rdik, mana bu ob-havoda ham 34-35 kilovat berib turibdi. Bu endi yozgi mavsumda bundan ham ko'p beradi. 70 kilovatgacha chiqadi, 75-80 kilovatgacha ham bo'ladi ayni paytda. Endi o'zimiz iste'moldan tashqari elektr tarmoqlariga sotgan elektr energiyamizdan 5 million so'm oldik. Birinchi oy 3 million, ikkinchi oy 2 million. Yana shu oyma-oy 3 million, 2 million atrofiga olib kelyapmiz. O'zimiz iste'molimizdan tashqari bu. Oyiga 3 milliondan ko'proq, 3,5 million atrofiga biz tarmoqqa sotamiz elektr energiyani. Bu iste'molimizdan tashqari. Qishki mavsumda esa 1 million atrofigacha tarmoqqa sotamiz. Bu quyosh paneli o'rnatganimizdan imtiyozlar mana yer mol-mulkdan prezidentning 57-sonli qarorlariga asosan yer mol-mulk solig'idan o'sha o'rnatilgan maydonni ozod qilinadi yer mol-mulkdan. Shu imtiyozlardan foydalanamiz. Biz endi 50% dan ko'proq iste'molimizni ta'minlab bergani uchun biz 15 yilgacha ozod qilinamiz. Ko'pchilik baribir o'ylaydi, o'zini o'zi oqlamaydi deydi. Yo'q, oqlaydi o'zini. Qulayliklari ko'p. Quyosh paneli o'rnatganimizdan keyin imtiyozli kiritiladigan foydalanyapmiz. Bino qurilishida baribir hujjatlarimizni rasmiylashtirishga quyosh paneli o'rnatilganligi ham endi bu ham katta yordam qildi. Bizning endi
pechlarimiz elektr tokda ishlaydi, hammasi. Shu maqsadda ham o'zi quyosh paneli o'rnatishning maqsadi shu edi. Iqtisod qilish, korxona o'sha iqtisod qilingan pulni yana korxonani rivojlantirishga yo'naltirish. Bugun tumanda nafaqat tadbirkorlar, balki aholi ham tashabbus ko'rsatib, xonadonlarda quyosh panellari o'rnatib, xonadonining elektrga bo'lgan ehtiyojini qondirish bilan birga daromad ham ko'rishmoqda. Energiya ta'minoti oshganligi sababli xonadonimga 20 kilovatli quyosh panellari o'rnatdim. Hozirgi paytda undan ham foydalanib, elektr tarmoqlari bo'lim korxonasiga iste'molimdan ortganini sotmoqdaman. Bir oylik o'rtacha daromadim 1,5 million 2 million daromadni keltirmoqda. Bundan qilayotgan daromadimiz soliqsiz bizlarga plastik karta orqali tashab beryapti. Energiya kompaniyasi tomonidan 6 oy imtiyozlik davri bilan bizlarga o'rnatib beryapti. Mana 6 oydan keyin uni pulini to'lashni boshlaysiz. Eng qulaylik tomoni ana shu. 6 oy uni daromadini ko'rasiz, 6 oydan keyin buni to'lashni boshlaysiz. Oilamizda elektr energiyaga ehtiyoj oshganligi sababli soatiga 10 kilovat soat elektr energiya ishlab chiqariladigan quyosh panellaridan xonadonimizga o'rnatdik va hozirda oilamizning bir kunlik sarfi 10 kilovat soatga yetayotgan bo'lsa, quyosh paneli bizga kuniga 50 kilovat, 60 kilovat gacha elektr energiyasini ishlab chiqarib beryapti va ehtiyojimizdan tashqarisini hozirda daromad maqsadida sotish bilan ham shug'ullanib kelmoqdamiz. Eng muhim tomoni, xonadoningizda qanday elektr jihozlari bo'lsa, hammasini qo'rqmasdan ishlataverasiz. Aholi o'rtasida quyosh panelidan foyda ko'rmayapman degan gaplarni ham eshitib qolamiz. Kilovati qancha ko'p quyosh panellari o'rnatilsagina ehtiyojingizdan ortganini liniyaga sotish mumkin. Bundan tashqari, qor yomg'irda quyosh panellari yaroqsiz holatga kelib qoldi degan haqli e'tirozlarga ham duch kelamiz. Bu muammoni oldini olish maqsadida Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti quyosh panellarini o'rnatish, fotoelektr energiyani mahalliylashtirish borasida ham izlanishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, quyosh panellarini tozalash texnologiyasiga ham aynan shu oliy ta'lim muassasasi olimlari asos soldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Viloyatimiz iqlimi quruq bo'lib, havoga changlarning tez-tez ko'tarilishi natijasida o'rnatilgan quyosh panellarining sirtini chang qoplab qoladi. Bu esa ishlab chiqariladigan energiya miqdorini sezilarli kamayishiga olib keladi. Yosh mutaxassislarning quyosh panellarining konstruktiv sxemalarini o'zgartirish asosida energo samaradorlikni oshirish mavzusidagi ilmiy izlanishlari quyosh panellarining yuza qismini muntazam ravishda tozalab turuvchi texnologiya hisoblanadi. Umumiy olganda O'zbekiston Respublikasida quyoshli kunlar 300 kundan 330 kungacha hisoblanadi. Quyoshning yerga tushishi demak bizda ancha yuqori, quyosh potensiali yuqori hisoblanadi. Shu jumladan biz changlanishni oldini olish uchun asosan quyosh yuvish qurilmalarini ixtiro qildik va bu qurilmalarni hozirgi kunda o'zimiz institutida mavjud bo'lgan quyosh panellariga o'rnatdik va eksperiment natijasida yaxshi natijalarga erishdik. Bu erishgan natijalarimizni endi boshqa obyektlar uchun ham qo'llash rejamizda albatta bor. Quyosh elektrostansiyalari qish mavsumida ham elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Ularning foydalish koeffitsiyenti 21% gacha yetadi. Lekin quyoshda o'sha Navoiy viloyatida changlanishning yuqoriligi sababli ularning foydalish koeffitsiyenti 16-17% gacha tushib ketishini ko'rishimiz mumkin. Biz shu changlanishni oldini olish uchun ularni yuza qatlamini yuvib turuvchi kimyoviy modda ixtiro qildik va kimyoviy modda orqali undagi changlanish darajasi 2-3 barobargacha kamayganligini ko'rdik. Bunda chang o'sha quyosh panelining sirt yuzasiga tushadi va sirt yuzada qolmay undan to'yib ketish holatini kuzatdik va buni o'zimizda mavjud bo'lgan quyosh panellarni sinovdan o'tkazdik. Endilikda bu loyihani kattalashtirilgan holatda viloyat bo'yicha ko'rmoqchimiz. Bu keyinchalik boshqa tumanlarga ham, boshqa viloyatlarda ham qo'llash imkoniyatini rejasini ko'rib chiqyapmiz. Rejamizda albatta bor. Universitet tadqiqotchilari zaryadlash tizimi holat parametrlarini optimal tanlash usullarini takomillashtirish, akkumulyatorlar bloki zaryadlovchi to'g'rilagichli moslamalarda kuchlanishni muvozanatlash orqali zaryadlash tizimlarining boshqaruv obyektidan olinadigan ma'lumotlarni aniq ko'rsatish, tahlil qilish, monitoring va diagnostika qilish usullarini takomillashtirishda tizimli yondashuvlar bo'yicha izlanishlar ham olib borib, ijobiy natijalarga ham erishmoqda. Men o'zim texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD himoyamni Toshkent shahridagi
ilmiy tekshirish institutida amalga oshirdim. Energetika muammolari institutida himoya qildim. Bunda men akkumulyator batareyalarini kuchlanishini muvozanatlash orqali elektr stansiyalaridagi elektr energiya samaradorligini oshirish bo'yicha ish olib bordim. Bu akkumulyatorlar hozirgi kundagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'sha kunduzgi vaqtdagi yuklamalar past bo'lgan paytda akkumulyator batareyalarga yig'ib qo'yib va kechasi yuklamalar yuqori bo'lgan paytda qayta ishlatish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ya'ni ombor sifatida turadi. Ya'ni hozirgi kunda akkumulyator batareyalari bilan quyosh panellarini birgalikda qo'yish endi ommalashtirib boriladi. Sababiki o'sha kechasi paytda yuklamalarni oshib ketishi, ayniqsa qishki mavsumda elektr energiya tanqisligiga olib keladi. Bu paytda akkumulyator batareyalarda yig'ilgan elektr energiyani qayta ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bunda akkumulyator batareyalarining ishlash muddati bo'yicha ko'pincha o'sha qishloq xo'jaligidagi hozirgi ijtimoiy soha obyektlarida shubha paydo qiladi. Chunki akkumulyator batareyalarining ishlash muddati hozirgi kunda o'zini belgilangan sharoitiga ega emas. Sababi ularning ishlash muddati 4-5 yil undan oshmaydi. Men yaratgan qurilma asosida akkumulyator ketma-ket ulangan ko'p sonli akkumulyator batareyalarini ishlash muddatini 10 yil yoki 15 yilgacha uzaytirish imkoniyatiga ega bo'ladi. Sababi ular nominal holatda zaryadlansa, nominal holatda zaryadsizlantirilsa, nominal ishlatilsa, ular uzoq muddatgacha ishlatiladi va ularni to'g'ri ekspluatatsiya qilish imkoniyatiga, to'g'ri kuzatish, monitoring, diagnostika qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu maqsadda hozirgi kundagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari sifatida shamol energetikasini olsak ham, quyosh panellarini olsak ham, ulardagi ortiqcha elektr energiyasini akkumulyatorlarga yig'ish imkoniyati mavjud. Shu akkumulyatorlarda yig'ilgan elektr energiyani yuklamalar oshgan paytda qayta ishlatish imkoniyati mavjud. 2024-yilda Farg'ona viloyatining O'zbekiston tumanida qariyb 300 megavatli elektr energiya zaxiralash majmuasi katta loyiha bilan ishga tushirildi. Bu loyihalar endi Navoiy viloyatida ham kelgusi yillarda amalga oshiriladi va bu kelgusi yillarda oshirilgan mana shu elektr energiya yig'uvchi qurilmalarimiz, akkumulyator batareyalarimizni texnik ekspluatatsiya qilish, diagnostika, monitoring qilish bo'yicha yangi ishlarni talab etadi va bu ishlar bo'yicha biz hozirdan yangiliklar qilib ishlar olib boryapmiz. Bu sinovlar o'tkazilgan. Bu Navoiy issiqlik elektrostansiyasining 478 megavatli bug' gaz qurilmasida sinovdan o'tkazildi va ijobiy natijalarga erishilgan. Aholini va sanoat korxonalarini va birinchi kategoriyaga ega bo'lgan iste'molchilarni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashni, ishonchli ta'minlashni ta'minlaydi. Sababi akkumulyator batareyalari o'sha tarmoqda qanaqadir buzilishlar bo'lgan paytda akkumulyator batareyalar orqali elektr energiyasi bilan qayta ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. 2025-atrof muhitni asrash va yashil iqtisodiyot yilida yashil iqtisodiyotga o'tish, uning asosi bo'lgan qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanish ko'rsatkichlari oshiriladi. 2030-yilga kelib mamlakatimizda qayta tiklanuvchi energiya manbalari 25 ming megavatga yetkazilishi belgilangan. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarining jami iste'moldagi ulushi 40% ga yetkaziladi. Yashil energiyadan foydalanish borasida bajarilayotgan ishlar o'z navbatida viloyatning olis hududlari aholisi ishlab chiqarish quvvatlariga elektr energiyasi bir maromda yetkazib berishga xizmat qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2026-yilga borib davlat organlari va korxonalar hamda aholi xonadonlarida energiya iste'molining 60% ni yashil energiyaga o'tkazish hisobiga qariyb 900 million kilovat-soat elektr energiyasi iqtisod qilinadi. Bu esa elektr energiyasini tejash va undan oqilona foydalanish demakdir.